Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Avtoo'zbegim hamda kanal admini Shuhrat. Bugun Index mashina bozoridamiz. Qarshida turgan ikkita Voya Free hamda bitta Zikr 001 mashinasini obzorini sizlar bilan video davomida ko'rib boramiz. Kamtarona mehnatlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, hamda kommentariy yozish eshiklardan chiqmaydi degan umiddaman. Demak, men gap buni ko'p cho'zib o'tirmayman. Obzordan boshlaymiz. Endi obzor deganimda to'liq hamma ma'lumotini bilmayman, lekin qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Qarshida turgan Voya Free mashinamizni to'liq zaryadga hamda polniy bak benzin bilan 1200 km masofani bosib o'tadi. Bu mashinamizning komfortlariga keladigan bo'lsa, 360 kameralari bor, oldilarida parktroniklarigacha bor. LED texnologiyalari bilan jihozlangan optikalarimiz ham mavjud. Bu yerda sakadiskalarga keladigan bo'lsa, razmeri 255 ga 45 R20 ni tashkil qiladi. Endi bu mashinamizning yon qismiga keladigan bo'lsa, yon qismida mana 360 kameraga javob beruvchi mana bakovoy anaqalarda, oynalarida kameralari mavjud, slippoy zona, hamma narsasi bor. Endi yana bitta qulayligiga keladigan bo'lsa, pult yoningizda bo'ladigan bo'lsa, mashinamizdan uzoqlashganingizda mashina o'zi avtomatik tarzda yopiladi, yaqinlashganingizda bo'lsa, o'zi avtomatik tarzda ochiladi. Endi yon qismlarni ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Bu mashinamiz crossover tipiga mansub hisoblanadi. Yo'llari ham o'ziga yarasha juda ham qulay qilib jihozlangan hisoblanadi. Bu mashinamizdan pnevma podveska deysizlar, hamma narsasi bor. Endi orqalarini ham bitta ko'rsatib o'ramiz. Orqalarida ham o'ziga yarasha qulayliklari bor. Bagajlariga keladigan bo'lsak, bagaj hajmlarini ham ko'rishingiz mumkin. O'ziga yarasha juda ham katta bagajlari bor. Mana bitta shtorkalarigacha bor ekan mashinamizda. Tanam o'zingizlar kelganlarda bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Bu mashinamiz ayni damda bizda sotuvda turibdi hozir. Pardalarni qo'yib turamiz. Xullas, nima komfort desanglar, hamma narsasi bor. Gap buni ko'p cho'zib o'tirmayman. Salon qismiga sizlarni taklif qilaman. Mashinamizning salon qismiga xush kelibsizlar qadrdonlarim. Salon qismlariga mana o'tamizni ko'rishingiz mumkin. Men o'zim shaxsan torpedkasiga keladigan bo'lsa, torpedkasini men o'zim shaxsan Porsche mashinalariga o'xshatyapman. Bu mashinamizni endi bitta zavoddan qilib ko'ramiz. Zavod qilganlarda mana polniy monitor anaqalari, tablolari chiqib keladi bu mashinamizda. Polniy panorama tom bilan jihozlangan, ikkita oldi sidyeniyasida abduf, abagrev, massaj tizimlari, hamma narsasi bor. Mana bu yerda besprovodniy zaryadka deysizlarmi, 360 kameraga javob beruvchi, mana bu yerda multi rul, xullas nima desanglar hamma narsasi bor bu mashinamizda. Mana bu yerda qo'shimcha yana ikkita podstakanliklari bor. Mana bu yerda juda ham katta hajmga ega bo'lgan barlari ham bor ekan. Ko'rishimiz mumkin, bu yerda rejimlarini upravlять qilsa bo'ladi. Bu yerda avtoholdni ko'pchilik biladi. Avtomatik parkovka tizimlari ham bor. Yana bitta plus tarafiga keladigan bo'lsa, pastda ham yana qo'shimcha bitta besprovodniy zaryadlash porti bor ekan. Endi salon orqa qismlariga ham o'tib boramiz. Mashinamizning salon orqa qismlariga kelganlarda ham mana ko'rishingiz mumkin. Yana bitta narsaga ahamiyat beringlar. Bu yerda bizda alkantara hamda ekokoja bilan kombinatsiya qilingan perforatsiyali sidyeniyamiz turibdi bu yerda. Mana bu yerda o'rtada bo'lsa bizda podlokotnik qismi, bu yerda podstakanliklarigacha hamma narsasi bor, o'zini poliklari bor. Eslatib o'tamiz, bu mashinamiz o'zi Xitoydan probegli bo'lib kelganini hisobiga juda ham arzon narxlarda hozirgi kunda bizda sotilyapti. Endi to'liq yurgan probega keladigan bo'lsa, bu mashinamiz 23 ming km masofani bosib o'tgan. Yonida turgani ham xuddi shu. Bu mashinamiz Voya Free mashinamiz kraskasi borligini hisobiga shopir tarafda nima desam ekan, polniy sepilgan kraskasi umuman ichiga o'tmagan. Ikkalasining ham probegi 23 ming km tashkil qiladi. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsa, bu mashinamizning 28500 AQSh dollari, bu mashinamizni 27000 AQSh dollari bilan endi 40 qilib bemalol olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Bir kunda 3-4 soatda nomiylarga mashinamizga chiqib ketadi.
Akalar bizda keyingi mashinamiz Zikr 001 mashinasi. Bu mashinamizning to'g'risini aytsam, xarakteristikasi to'g'risida javonaqa ma'lumotga ega emasman, lekin srochniy narxida sotuvda bo'lganiga sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. Bu mashinamizning zapas hodiga keladigan bo'lsak, 730 km masofani bosib o'tadi bitta zaryadka bilan. Endi bu o'zi Xitoy probeg hisoblanadi. Xitoy probeg 78 000 km masofa bosib o'tgan. Bizga O'zbekistonga sotuvga kelgan. Ko'chada narx-navosi yangisini narxi 50 mingdan tepa bo'lganini hisobiga hozir premialniy narxlarda sizlarga ko'rsatishga qaror qildim. 33 ming AQSh dollari bilan baholanyapti. Tana pastda nomerli telefon qilsanglar qo'ldan kelgancha kelishtirib beriladi bu mashinamizni. Abrisovkalarga keladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin. Oldilari LED texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan farlar bilan jihozlangan 360 kamera oldilarida parktroniklarigacha bor. Mashinamizning saka diskalariga keladigan bo'lsangiz, ko'rishingiz mumkin. O'ziga yarasha chiroyli diskalari bor. Razmerlari 235 ga 55 R19 yumshoq diska ballonlari bilan jihozlangan. Bu mashinamizda ham 5 ключевой dostuplari bor. Slipoy zona disklari, hamma narsasi bor. Salon qismlariga ham bitta o'tib boramiz. Eshiklariga keladigan bo'lsak, bezramishning oynalari bor bu mashinamizda. Endi bu yerda bizda ko'rishingiz mumkin, salonga o'tirganingizda sizlarni mana shunaqa pasatka kutib oladi. Katta monitorlari bor bu mashinamizda, adashmasam, anaqalarigacha bor, nima edi? Lidarlarigacha bor bu mashinamizda. Kameralari bor ichlarida, беспроводной zaryadka disklari, xullas hamma komfortlari bor bu mashinamiz. Sidinasiga keladigan bo'lsak, perforatsiyali sportivniy sidinalar turibdi. Perforatsiya deganda mana oralari teshik-teshikli hisoblanadi. Bu mashinamizda adashmasam abduv abagreiflarigacha bor. Mana bu yerda bo'lsa bizda rejimlarni upravlять qilsanglar bo'ladi. Bemalol голосовой управление bor. Rul abagreif deysizlar, hamma narsasi bor bu mashinamizda. Tepalarida panorama tomlarigacha bor. Orqalariga ham bir sidirib o'tib ko'rsatib boramiz. Endi bu yoqdan o'tish sal tor bo'lganiga o'tib o'tirmadim. Ko'rishingiz mumkin, orqa sidinalari ham o'ziga yarasha kenglikda. Bemalol siqilib qolmaysizlar. Bu biznes klass mashina hisoblanadi. Orqalarida ham USB Type-C portlari bor. Telefoningizdan qo'yib ketishingiz uchun ham joylar bor. Endi orqalariga o'tib boramiz. Orqasini ham bitta ko'rsatib olamiz. Bu mashinamizni liftback hisoblanadi. Bagajlari ham o'ziga yarasha katta hajmli, bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Tana o'zingizga bemalol ko'rib mashinamizni tez drive ham xudo xolasa qo'ldan kelgancha organizatsiya qilib beramiz. Qulay narxda xarid qilsanglar bo'ladi. Endi oldiga o'tib bitta xayrlashib olamiz. Videomizni shu bilan tugatamiz. Xo'p, endi qo'ldan kelgancha mashinalarni ko'rishga harakat qildik. Tana nima mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilsanglar, xudo xolasa tez fursatda ishlarni hal qilib beramiz. Bugungi obzorimizda sizlar bilan Zikr 001 hamda ikkita Voya-Free mashinasi bo'ldi. Bu mashinamizni bemalol kelib tezroq ko'rib, o'zingizga ma'qul kelganini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Narxlari juda ham premialni, juda ham arzon. Misol uchun Voya-Free mashinalarimizning o'zini yengilarini 41,5 mingdan 45 ming AQSh dollarigacha sotishayotgan. Bir paytda biz bu mashinani sizlarga qo'ldan kelgancha arzon qilib akalar bilan gaplashib, narxlarni ham skidka qildirib berdik. Ta'ram telefon qilsanglar, undan ham o'zim xudo xolasa skidkalarni qildirib beraman akalarimiz bilan gaplashib. Videomiz o'z nihoyasiga yetib boryapti. Ko'chada havo gradussi juda ham issiq, 45 gradusdan tepa bo'lsa bor, lekin undan past emas. To'g'risini aytsam, meni ham sizlardan qo'rqib ketdi. Videomizni qo'llab-quvvatlagan holda videoga like bosib, kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmadi deb o'ylayman. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, joningiz sog' bo'lsin, o'zingizlarni asranglar, salomat bo'linglar.